Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizlarni YouTube'da tomosha etib o'tirgan Urganchdan, Shovotdan, Bog'otdan, Xozariston, Xonqadan, Gullandan, Pitnakdan, umuman Toshkentdan, Rossiyadan, chet davlatdan, Qozog'iston, Koreyalardan ko'rib o'tirganlar. Hammalaringizga salom. Ovoz nechga eshitilib turibdi? Ovoz yaxshimi? Yozib beringlar. Ovoz eshitilgan bo'lsa, efirimiz boshlandi. Sizlarning fikrlaringiz muhim bo'ladi bu yerda. Pluslar bilan boya yo'q deb yozib beringlar. Necha qatta eshitilib turib, asta eshitilib turib, mana yozsangizlar, bizlara shu muhim hozir efirni boshida. Uzoq kutgan kunimiz bu bizlarning, uzoq kutgan efirimiz. Chunki sizlarning har bir fikrlaringiz muhim bo'ladi hozir. Nega yozib turibmanlar? Minillan yersangizlar ham bo'ladi. Like'larni yersangizlar. Çok iyi iştildi, yaz tuttular. Pastroqmi ovoz? Yana. Yok, çok iyi de yaz tuttular. Yaxshi. Yaqinlara yuvarib beringlar, efirimiz boshlandi. Hech kim xabarsiz qolib ketmasin, chunki bu efirimiz yana 40 minut bo'ladi, keyin o'tib ketadi. Ko'rgan odam ko'rdi, takliflarni ilk qilgan odam ilk qoldi. Bo'lmasa keyin men nechun efirga girmadim? Nechun menga aytmading? Nechun menga xabar etmading? Shunga zo'r imkoniyat qo'ldan ketdi deb qisilib o'tirishlar mumkin. Şurada kim nereden kuzatib turibdi? Yozib qoldiringlar efirda. Albatta, hamma bilan ko'rishdim. Qaysi davlat ya sizni ko'rib o'tirgan shahringizmi, tumaningizmi, nerdan chiqarib qolding? Yozib beringlar shularni. Qo'shimcha. Aytdim, Rossiya, Peter, Moskva, обязательно aytib o'tdim bularni. Ko'rib o'tirganlar. Hamma yaxshi, hammangizni efirda, jonli efirda, doğrudan-doğru efirda ko'rib o'tiramizdan xursandmiz. Oqshomgaran nishonlangan Hayit bayrami hammaga muborak bo'lsin. Şu ulug' oyda ko'ngillaringizdan o'tib qilingan duolar, niyatlar, ibodatlar dargohida ijobat bo'lgan bo'lsin, ro'zalar qabul bo'lgan bo'lsin. Shunday muborak oylani, go'zal oylani ko'plarini, o'nlagan, yuzlaganlarni sog'lik salomatlikda, bag'ri butunlikda, iymon e'tiqodli salomatligida yetib borib, shunday bayramlarning ko'plarini inshaalloh har birimizga nasib etsin. Musofirdan ko'rib o'tirganlara alangalik salom. Xudo xohlasa musofirdagilar ham keyingi yil hayitlarda uy yonida bo'lib, ota-onasini bag'rinda, oilasini, farzandlarini bag'rinda bo'lib, toza joylarda hamma yaxshi niyatlarga erishib, ishlarni ishlab, pullarni ishlab, shu yerda yurtimizdan o'zina ko'nglina yaqadon kasblarni tanlab, zo'r pullarni ishlab, xush kayfiyatda shunday efirlarni aytib o'tirish her birimizga nasib etsin. Niyetima qo'shilganlar iminning ismoilik bo'ladi ya, amin deb yozib bersangizlar ham bo'ladi. Ko'pni duosida kuch ko'p dedi. Aktiv подписчикlardan Finlandiyadan, Norvegiyadan. Finlandiya salom. Karvak, Xozaris, Karvak, Finlandiya hammaga salom. Karvakdan borib Finlandiyada massa bo'lib ishlab yurganlar bormi? Yozib beringlar. Norvegiyada tutlaylar. Men uchun Finlandiya bilasanmi? Yaqin. Birinchilardan Karvakni 80% insonlar Finlandiyada ishlaydi. Men uchun qadrli bo'lgan yeri bor. Men Peterda diplomat bilan konsertga borgan vaqtimizda Finskiy vokzal degan yerda konsert berganmiz. Finskiy vokzal degani shu vokzaldan Finlandiyaga o'tib ketadi. Shuning uchun men uchun Finlandiya bir boshqacha qadrli, boshqacha bir yurakimga yaqin. Finlandiya, sizlarga alohida salom. Salomat bo'linglar. Endi bugun efirni shunchaki o'tirib bermaysizlar do'stlar. Agar siz primoy efirni shunchaki ko'rib o'tiraman desangiz ham 40 minut efirni ko'rasiz, 40 minut. 40 minut efirni ko'rganingiz uchun inoba eldimizdagi sovg'alarni birsini tutib olish imkoniyatini ega bo'lasiz. Qaysidir kamera krupniy bo'lsa, podarkalarni ko'rsatib beringlar. Ishi 3 sovg'amizni egasini sizlarning ichlaringizdan bu 20 odam ko'rami, 100 odam ko'rami, 500 odam ko'ramiz. Shu efirni ko'rib o'tirganlarning ichida, oxirgacha ko'rib o'tirganlarning ichida eng aktivi baland 3 dona kuzatuvchimizga shu 3 dona qimmatli sovg'amizni beramiz. Ikkisi uyingiz uchun kerakli, foydali texnika, birisi esa mobil telefon, Android telefon bo'ladi. Buning uchun esa nechasi kerak Asadbek? Kommentariyada aktiv bo'lib o'tirsalar, maksimalni repost etsalar, xudo xolasa bizlarning orqa tarafda operatorlarimiz tekshirib o'tiribdi, g'oliblarni oxirida aniqlab akkauntlarni yozib beradilar. Ertaga ofisimizga kelib, so'rovlarni olib ketishlari mumkin bo'ladi.
kim necha kommentariy yozib o'tiribdi, kim efirdan chiqib ketdi, kim oxirigacha ko'rdi, hammasini orqamizda redaktor bor. Katta taqdimot bo'ladi do'stlar. Ayniqsa shu men bilaman, chet elda ko'pchilik insonlarimiz uy olaman, joy olaman, uy elataman, bolalarıma qilaman, o'zimga qilaman, yangi toza domlada yashayman, toza massivlarda, toza citylarda yashayman deb meni tadbirkorlar bor joy uchun. To'g'ri emasmi? Shu bir karishni ro'zgarim uchun, bir karishni uyim uchun da botib turgan insonlar bor. Shu insonlar diqqat bilan ko'ringlar, balkim Xudo xolasa bugungi sizlarga tayyorlab qo'ygan maxsus takliflarimiz yoqib Xudo xolasa bir o'ylab o'tib ketishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun aktiv bo'lib o'tirasizlar. Bugun Xorazm Elite House kompaniyasi asoschalarini va nihoyat oyta urusha ko'ndira zo'rga erishdik. Bularni olib chiqib so'zlatishib. Bu umuman kameradan qo'rqadigan odamlar, endi bilasizlar, quruvchi odamlar hech qachon kameradan chiqmaylar. Bizga nechik bo'ladi Jasurbek, bizga nechik bo'ladi Jasurbek deb zo'r bo'ladi ha. O'zlaringiz chiqinglar, solib turgan uylarni, qilib turgan ishlarni, xalqqa yoqib turgan, manzur bo'lib turgan o'zlaringiz imoratlaringiz, loyihalaringiz bilan o'zlaringiz og'zingiz bilan xalqimizni donishtiringlar. O'zlaringizda eshitsinlar, o'zlaringiz prezentatsiya qilib beringlar, o'zlaringiz taqdimot etib beringlar deb bir oydan beri urushib oxiri buları rostchiligini ola qo'ydim va nihoyat. Shuning uchun meni yonimda ikki dona men uchun qadrli og'alarim, Xorazm Elite House kompaniyasining rahbarlari Oybek og'amiz Shanazarovich va bu yon tarafimda Umid og'amiz Arifjonovich bo'ladilar. Bizlara bugun efir davomida yaqindan yordam beradi. Bizani ajoyib shu efirni ishlatishni men tushunmayman doğrusu. Bu og'alarimiz ham tushunmaydi shu narsalarni. Aytishga yordam bergan marketolog deymizmi, SMMchik deymizmi, ish qilib hozirgi zamonaviy dunyoni zamonaviy o't yigitlaridan bir Asadbek. Asadbek, sana Assalomu alaykum. O'tib ketgan hayit bayramlaringiz bilan Xudo xolasa efirni oxirigacha ko'rsangizlar, uy olish uchun maxsus takliflarga ega bo'lasizlar. Oybek ham bilan Umid ham bilan dim ko'p tortishdim. Xalqimizga zo'r narxlarda o'ylanib beradi deb efirni oxirigacha kuzatib borsangizlar, Xudo xolasa o'ylab o'tib ketasizlar nasib etsa. Hisob. Xanqa tuva aktiv bo'lib turibdi. Xanqa bormi? Xanqa let's go. O'zi qaysi tumandan ko'p bo'lib turibdi bugun? Qaysi hududdan ko'p? Xanqadan ko'pmi? Gullandan ko'pmi? Yangbozordan ko'pmi? Ya bu yon taraf Xanqa Bog'ot Qazariston ko'pmi? Ya bu yon taraf Yangiariqdan ko'pmi? Nereden ko'p? Ya Urganchlardan, Urganch rayonidan ko'pmi? Yozinglar, aktivni ko'rsatinglar. Do'stlar, Oybek aka, sizni ko'rib turgandan xursandman. Umid aka, sizni ko'rib turgandan xursandman. Avvalo sizlarni bayram bilan tabriklayman. O'zim nomimdan, oilam nomimdan, qolaversa shu ko'rib o'tirgan bizlarning kuzatuvchilarimiz nomidan ham sizlarni tabriklayman. Marhamat, endi bir qisqacha o'zlaringiz haqida aytib berasiz. Oybek aka, marhamat. Ko'p vaqt olmazing. Assalomu alaykum hammaga. O'zimni tanishtirsam, Oybek Masharipov. 8 yildan beri qurilish faoliyatida ish yuritib kelyapmiz. Xorazm Elite House asoschilaridan biriman. Kompaniyamiz 2018-yilda tashkil topgan. Shu vaqt mobaynida sherikim Umid bilan ondan ko'p qavatli binolarni topshirganmiz. 200 ga yaqin turar joy, hovlilarni topshirganmiz. Xalq rozi xullas. Qo'limizdan kelgancha shu ishlarni qilganmiz. Zo'r, rahmat. Umid aka, sizdan qisqacha aytib o'ting. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ismim Umid Agabullayev. Qisqacha o'zimni tanishtirib o'tsam, Xorazm Elite House qurilish kompaniyasining asoschilariman. Jasurbek, biza qurilishga kirib kelishimiz qisqacha aytaveramiz. Ayting. Oybek do'stimiz aytdi. Qo'shimcha qilib. 2014-2015-yillarda to'g'ri keladi. Ikkimiz boshqa hovli joylarni qurdik. 150-200 dona. Keyin ona yaqin yirik loyihalar qildik. Allohga behisob shukr, hammasini topshirib, mijozlarimiz bizlardan davolli, xursandlar. Bizlar ham ulardan davollaymiz. Shu, men endi sizlar bilan birga yuribmiz, ozmi ko'pmi sizlarni qilib birga ishlaringizni xalqqa ko'rsatib, bizlar ham ko'maklashib yuribmiz. Xudoyima behisob shukr, endi so'ngini bergi, lekin shu vaqtgacha men bir ko'chadan, donishlardan, yaqinlardan sizlar haqida bir yomon gap eshitmayapman, rostdan. Kimdan so'rasam ham o'zi mendan so'raydilar. Oybek aka bilanmisan deydi, Avosh bilanman desam, молодец bolalar. Shu oxirgacha shu bizlar rozi bo'lingcha shug'ullanadilar, odamni rozi etincha ko'nglini
topincha harakat etadigan yigitlar dedi. Iloyim og'alar shuni so'ngini bersin. Hamisha xalqimizga xizmat etib, xalqning duosini olib yuravergaysizlar. Endi hozir ikkingizdan ham eshitib o'tirdimda, bir gap e'tiborimni tortdi-da. Ikkingiz ham aytdingizlar, shu 10dan ko'p yirik loyihalarimiz. Oybek ham shu gapni aytdi. 10dan ko'p yirik loyiha. Siz ham shu gapni aytdingiz-da. Endi 10dan ko'p yirik loyiha deb aytishni bu gap ozon eshitilishi mumkin, lekin oz ish emas-da u. Endi 10dan ko'p loyiha. Bizni kichkina Urganch shahri bo'lsa, 10dan ko'p loyiha. Qaysi loyihalar bu deb bir odamlarda qaysi iminna aytib o'tib ketaveradi. Hozir ne ko'p chiqib aytadi, uncha ko'p-da uni 10ni qurganman, 100ni qurganman, 50 yil oldu kurush boshlanaman, 70 yil oldu meni o'zi nada yurganimga deb aytaveradilar. Shuni bugun bir yine shuncha odam primoy ko'rib o'tiribdi o'zlaringizdan. Isboti bilan aytalik, shu 10 dona yirik loyihaning ichida eng zo'ri 3sini sanab aytib bilasiz, odi bilan, joyi bilan. Biza qurganmiz, biza bitirganmiz. Yine loyihalar hammasi ham yomon yo'q ichida, doğrusu. Eng zo'rlaridan desek, birincisi Raycenter giyim bozorlarındaki obyektimiz o'zingiz. Raycenter darvozani teyindagi. Do'stlar kim ko'rgan shu Raycenterdagi Google'dagi domni qurgan Oybek aka bilan Umid Alan kompaniyasi bize shuna diplomat jamoasi bilan Sanjar Aziz Mantulla shogirdlar hammamiz YouTube'da 3-etaj ro'q degan. 3-etajda, 3-etaj qurilib turadi, endi qurilib turadi. Kulguland degan ko'rsatuvimiz bo'lar edi YouTube'da. Shuni ishlayamiz. Kim ko'rgan? Ya Xorazmcha sökib ber degan prikolimiz sho'rda ya kaskalan kiyganmiz-ku. Klinikada doim. Shuni kim ko'rgan bo'lsa yozib beringlar YouTube'dagilar, shuni kim ko'rgan? Biz sho'rda ishlayamiz. Qurilish yarmi bo'lib turadi. Sho'r bitdi o'zi. Og'ay, odamlar yashab o'tiribdi. Lekin men xohlaman sho'rni ozgina. Chunki men sho'rdan dim uy olasim kelgan, o'zimni kvartira olasim kelgan. Shu qurilish vaqtini aytib boshlanman, uka xudo xolasa qilib beramiz deb. Ya pulini to'lamaydi deb o'ylaganman bilinman. Oxirida uka yo'q, hammasi sotildi dedi. Ey, aytdim, ustini olib oladi, uni eng usti. Mansard. Ey, mansarddan bering, bir danasi qoldi desam, mansarddan sotdim deb sho'dan ham bermadik. Og'a shu ish o'rmasaklab ko'pmanligi shuni. Mansarddan oldilar, va'da berib qo'ydik aka. Ish qilib qachon bo'lsam bozorning yonidan yana buni ko'rsatsa berasizlar lekin. Yana xalqdan aytinglar lekin, bir odam bo'linglar lekin. Shu zo'rlaridan biri rostdan bu. İkincisi Şavat yoldaki obyektimiz desek, yine şu ofiste oturtmaz. Yani katta loyiha kompleks desek bo'ladi. Birinden biz bilesiz. Görüp reklam atılıp başka türsüz. Kızılan elden nasip etmedim size. Kızıldom desem bunu ko'pchilik adam biladi. Chunki haqiqatan ham Urganchda chilaylar qo'shib turgan. Niyabichni qurilgan yerlardan birisidan. Shu kim Shavotga o'tib qaytadigan bo'lsa, shu Raycenter kurugda o'tganda 10 qo'lda o'zi bezat turadi bu yer. Eng niyabichni qurilgan narsalardan biri. Bu yerdan ko'pchilik joy olib qo'yibdi lekin menimcha shularning bir emas, ko'pchilik kuzatib o'tirgan bo'lishi kerak lekin. Bir gap var. Şöyle yaşidollar var mı? Yaşidollar bo'lsa pasa tushinglar. Biz ofisda o'tiribmiz edi shu yerda. Efirat qo'shilib fikrlaringizni bildiringlar. Boshlanish ham qiziq bo'lgan. Fikrlanish ham qiziq bo'lgan. Bayram etib berganmiz-ku. To'g'ri. Üçüncüsünü aytsak, Cesurbek City, Urganch City bo'lib turgan yer, Alqarazim Masjid. Aeroportskiy. Aeroport City'den obyektimiz var. Katta loyihalar. Bu yerlar ham bitdi, o'zlarimiz ham chiqardik videolarni. Tapşırdık bir de yine qilib turganimizdan mı? Ana biladollar bo'lsa aytinglar, yana og'alarimiz qurganda onlarni sanab, loyihalarni sanab o'tdik. Bular mana Raycenter buyum bozorining yonidagisi Google'da qurilgan, dim qo'shilib chiqqan. Keyingisi yana o'zlarimiz o'tiribmiz shu ofisda, Xorazm Milk House'ning bosh ofisi shu yerda joylashgan. Shavot yo'li loyihasi. Bu katta loyiha. Bu yerda bilmayman 9 mi 12 dom tushadi. O'sha yarimi bitdi bu yerni. Va uchinchisi Urganch City. Urganch City haqida endi menimcha ortiqcha gaplar o'tish shart emas. Eng go'zal narsalardan biri garadok bu yer. Endi meni savolim bor. Asosiy savolim shu yerda. Ko'pdan o'z so'raymanda bo'ladi sizlardan. Hammani o'zini bir stili bo'ladi-da, yo'nalishi. Hammani stili bo'ladi. Ishi quruvchilar ichida sizlarni usluplaringiz nechik? Ya'ni usluplaringiz nechik deganda dom qurayotganda qaysi jihatlarni e'tibor etasizlar? Seriozlik qaraysizlar shu yerlarni. O'zi Hamma narsa ko'p javob ber. ko'p narsasini e'tibor etamiz. O'zi muhim uchisini sanab o'tsak ham bo'ladi. Birinchisi lokatsiya.
Yani Joylashuv. 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 Joylashgan joy. İkincisi hep sifat. Sifat hech qachon bilasiz o'zingiz. Sifatni o'zi отдельный belli turadi. O'zi birinchi bo'lsam bo'ladi. Uchinchisi baribir dizayn. Kerak-ku bir shaharda ko'rkini ko'p bo'lishi kerak-ku. Ko'rinishi. Zo'r. Uch jihati. Hozir lokatsiyada disku joylashuv. Oybek aka, joylashuv bo'yicha aynan lokatsiya, joylashuv bo'yicha eng zo'r joylashuvlarda deb maqtanib aytadigan loyihangiz qaysi o'zingiz yakadi? Zo'r joylashgan lokatsiyasi. Dim. Ya, quruvchilar dilini aytadi-ku, bomboviy, горячий точка qaysi? Qurib bo'lgan yerlarni aytdi. Havo bitganlar, sanab o'tib qishmay ichindi. Joy bo'yicha. Agar uni aytadigan bo'lsak, eng zo'ri shu vaqtida Raycenter bozori ham bo'lgan. Boshda qiyin ham bo'lgan, ha. Boshda qiyin ham bo'lgan, bizlar havo. Lekin hozirgi sharoitdan kelib chiqadigan bo'lsak, hammadan mashin bor, sharoit bor. Hamma yeri zo'r, Urganchda. To'g'risi. Hamma yeri zo'r. Yana bu yerni ham qurib bitirdik. Bu yer ham zo'r bo'lib qoldi o'zidan yaxshi. Avtobus, taksi, Damas hamma yuriydi bu yerda. Lekin biz shu vaqtda shunday o'ylaganmiz, ham biz uchun endi hammasi ham yaxshi derdi. Ya umid. Hammasi qadrli, lekin eng qadrlilaridan birisi Raycenter Gim bozoridagi obyektimiz. Endi bu Shuni lokatsiyasini yaxshi ko'ramiz. Hamma yaqin, üstte yaqin. o'z savolni xato berdim-mi? Shundan boshqa qaysi deshim kerak edi. Chunki ver bor, yine biladorlar biladi, bilmaydorlar uchun aytsam, shu yerdagi Raycenterdagi donlarimni oynadan qarasangiz, Raycenter bozorining darvozasida-ku. Tushundingizmi? Ya'ni giyim bozoridan giyim olish uchun chiqish ham shart emas. Pulni to'g'ri bozorga solsangiz ham bo'ladi ya. Sotuvchi shodan kapchib olib uzatib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerdagi klientlarimizdan boshqacharoq, biz jo'ralashib qoldik hammasi. O'zimcha quru bozor. Har yil telefonlashamiz. Bozorchilar sotgansiz o'xshaydi shu yerda, qura. Bozorchi o'zini ya davlat ishida ishlaydilar. Hamma yer. Hamma yer. Bir oilaviy bo'lgan. Oilaning bo'lib qoldi bu yer bilan. Hozir ham mana buyin ham shular bilan gaplashib, oxirgi nelar bera keldik. Ha. Bu yerda bitta bir nelar bo'lib turibdi. Otizlarni qarashtirib, yanglashtirib, hammalarni tozalashtirib, Bitgandan keyin ham yana yaqin-yaqinacha gaplashib, qarashib ketib, Kabiskidikini to'g'rilab turasiz. Mavada bo'lsa so'raydi kerak. Urganch City bo'yicha so'raydi ekan. Aeroportski. Dum ko'p aytildi, dum ko'p o'zlarimiz ham bordik. Urganch Cityni qaysi jihatini zo'rda bo'laysiz? Urganch Cityni hamma narsasi zo'r desek ham bo'ladi. Yine joylashgan joyi. Siz bilasiz aeroportski, aeroportning teyinda. Onun içinde birinchi navbat tabiati. Tabiati, azileniyasi, maktab, bog'chasi, Al-Xorazmiy haykal, Alanalon maskani, o'zi bir massiv, go'zal yerdan doğrusu. Doğru. Hamma talaba javob beradi. Garadoka qo'ydi. To'g'ri. Endi yamam aytib o'tdingiz, shu roz so'rayman o'tiradi, yarima tushib ketdi. Dizaynda disku. Ko'rinish. Dizayn bo'yicha qaysi? Hammasi ham zo'r. Hammasi ham yoqadi. Birsini zo'r deb aytamiz, tanlamiz doğrusu. Lekin buni xalqni o'zi ham bir baho bergan, biza maqtab anlatmalı. Shu oteldagi beda o'tirgan obyektimiz fasadlari, fasadni kirpichdan qilingan, bilasiz shaharimizni ko'rkina ko'rk qo'shib turibdi. Va o'ylaymiz endi. Shuni aytadilar. Bundan boshqa Shaharni bilan aytsa surdik. Chunki bir sababi bor. Men shu yerda pistada shu qizil kirpichdan fasad ishlanishini ko'rganman-da. Aytsa bo'ladi ekan-ku bizada ham deb o'zimni uyimni fasadini shunday aytganman-da. Chunki uni yutuqli tarafi ko'p deydi. Ya, qizil kalishda. Qurib görünüş bo'lmay, o'zi utuqlena vazifasini bajaradi. 50-100 yil turish ham mustahkamlik ham zo'rda. To'g'ri, ya, bir ikki fasadlarni ko'rasiz-ku, bir oradan bir 2-3 yil o'tgandan keyin chitirab tushib boshlaydi. Lekin bu kalishdim yuzi katta ekan. Gap biz bo'ldim. Bizlere hisob kitob etgan vaqtda kelish rasxodli bo'lib chiqqan. Boshda ko'p maslahatlar qilganmizda, nishadan bo'ladimi, bo'lmaymi ko'rib. Chiroyli bo'lsin, sifatli bo'lsin, xalqqa bo'lsin deymiz. Nisbatan bu birebir yani yarım fark etadi, bahasında. Ayt zarar yok deymiz, şu zo'rlash aytadi. Birinchilardan boshlangan loyihalarimiz, birinchi, ikkinchi loyihalar zo'r bo'lgan. Kim rastlanam yana bir marta ko'rinish beringlar do'stlar. Kommentariyada pluslarni qoldirib, o'tlarni qoldirib beringlar. Kim ko'rgan bo'lsa shu dom, biz shu domda o'tiribmiz. Bu narsani aytib o'tsekman, shu vaqtda mijozlarimizdan rahmat deb qo'yacakman-da, klientlere. Başlanan vaqtimizdan beren bir ansat bo'lmagan, yalingdan. Qiyinchilik bilan boshlangan, doğrusu. Shu
Şuların işancı bizlere güç vergen. Motivasyon oldu doğrusu bizler için. Eng asosiy shu o'zi. Asosiysi şu bo'ldi. Asosiysi. Şu mijozlar bizlere işaret durup verdi. Bize ucu ketib qolamiz ish qilib. Sifat taraflama, dizayn taraflama, masalan, yana lift qo'yganmiz, yana 5 etaj bo'lsa ham. O'zingizga 6 etajda qo'yiladi. Endi ko'pincha yana 5 etajda bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Masalan, yana ish turgansizlar avval. Ko'lmaydi bu köpüde görgensiz. Tamam. Hem şu vaqtda va'da berganmiz mijozlar. Xudo xolasa ish o'rnini bir ochilishlarni qilib beramiz, to'y etib, kutib olamiz, bitirib. Lekin rahmat hammasine bizlar ishonganlar. Albatta. Men shu vaqtda safarda bo'ldim, qatnasha olmadim. Lekin haqiqatdan ham to'y etib bergansizlar shu. To'y etib bergansizlar. Yana novusini maqtab bilasiz. Nov qulayliklar bor bu yerda o'zi shu o'tirgan yerimizda. Yana necha plus. Endi Jasurbek menimcha ko'p joy aytildi. Yana videosu bor. Videosini ko'rsak bo'ladi, videosi bor edi. Videosi bor edi. So'z isboti bilan Klientlarimiz ham bizani ko'rib gaplarimizni eshitmasin. Bu videolarni videosini operatorlar videosini qo'yib bersangizlar. kuzatuvchilarimiz. Bo'lsa qo'yib beringlar iltimos. Kaos Kuruluş Kampanyası zamanla kurulgan uylar bugünden başlap halkımız hizmetinde. Güle güle takılı gözüne gülse yaraşan dostum ne olur dünya geldi. Добрый вечер, дорогие гости, дамы и господа. Xorazm Milliy Kaos nomidan xonadan taqdim etamiz. Qur'onmayamiz. Arslanlar bo'lsin! İsbatı bilen bo'lsa shunning bo'lsin-da, haqiqatdan ham yozni ko'rib qatnashimning qanima yana bilasiz. Koldan gelse kızganmız. Lekin Endi Xudo xohlasa. bir sirni aytib o'tayim do'stlar. Shu hozir ko'rdingizlar-ku, Shavot yo'li loyihasida yo'lni bo'yindan munosib etmay, lekin orqadagi domdan Xudo xolasa xarid etdim. Keyingi oy topshiramiz deb turibdilar. Bizning uyni topshirgandan shunday bir to'y olmasam bir sadaqa etib beringlar, bir palov pishirib beringlar. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Menga o'xshab orzu etib yurib, orzularına erishishni niyat qilib turganlar, duo qilinglar hammamizga shunday uylar, shunday joylar, shunday to'ylar nasib etsin deb qolamiz. Aktivni yo'q etmanglar do'stlar, aktivni mahkam ushlaymiz. Chunki 3 padarga Xudo xolasa efirning oxirida eng aktivni 3 dona kuzatuvchimizga beriladi. Kommentariya bilan, like'lar bilan, olovchalar bilan va podelitsiyalar bilan vana tashlab o'tiraveringlar. Xudo xolasa yana bolalar hisob kitob o'tiribdi. Oxirimda yana 2 texnika va telefon egasini aniqlashtiramiz Xudo xolasa. Endi o'zlaringiz aytdingiz, men ham qo'shimcha aytdim. Mijozlarni sizlardan rozichilik haqida so'raylar ekanman. Hozir bu yerda ko'rib qolamiz-ku, misol shu Toshkentdan bo'lib qoldisa, bir uylarni norozchiligi bo'yicha bunday bo'ldi. Nechik mijozlarni o'zi rozichligi. Ko'nglini topib bilib turibmiz deb o'ylaysizmi o'zingiz? Endi qo'ldan kelincha harakat etdik. Misol uchun 8 yil bo'ldi qurilish kompaniyamizni tashkil etgandan. Shu vaqt mobaynida 10 dan ko'p qavatli uylar qurdik. Yarim plazalarni qurib berganmiz. Ali yomon gap eshitmadik-ku. Yomon gap eshitmadik. Şimdi iş nesiz bo'lmaydi deydi-ku, kamchiliksizlar ozgina bo'lsa. Şu gaplarni isboti bilan aytaylik. Shu yerda yana bir rolik bor. Ko'rib o'tirganlarga ko'rib bersak. Ha, klientlarning fikri bo'yicha Klientlar fikri bo'yicha bo'ldi. Mijozlarning fikri bormi videosi? videosi bor, qo'yib bersangizlar bolalar. Balandliklarini Beringlar uni ham bir shuda momentida ko'rib beraylik. Mijozlar rozimi?
Razı emasman. Firibgar filmlar eshitgansizlar, görgansizlar. Xorazm Elite House'dan Joy ağamız 2 yil bo'ldi yashab o'tiribmiz. Xudoga shukr, hamma qulayliklari, hamma sharoitlari zo'r, ajoyib. Elite House kompaniyasında işçilerini görüp, ularning muomalasini görüp, adamlar bilan chin dildan bir suhbatlashishini görüp, ish faoliyatlarini gelip görüp, qurilish jarayonlarini görüp, ularning ishidan ko'nglimiz tushgani uchun shunda natural binosidan sotib olib, bu yerda ikinchi filial klinikamizni tashkillashtiryapmiz. Xorazm Elite House'ni hammaga tavsiya etamiz. Yangi qurilishlar bo'ladi ekan, butun majmua hammasi shu yerda jam bo'ladi ekan. Xonadonlarning kengligi, domlarning oralarini ochiqligi, bolalar maydonchalari bo'lar ekan, bog'cha, maktablar sizlarga ham tavsiya etaman. Ishonchli ham tez aytgan vaqtlarda bitib turibdilar. Xohlasa kelib olishlarini tavsiya qilamiz. Shunga xursand bo'ldim. Uyni kengligi, yorug'ligi, balandligini, dim katta balandliklarini ko'rib, to'g'ri tanlov qilibman deb xursand bo'ldim. Hurmatli mijozlar, sizlarni ham mana shu Elite House uylarini olishga taklif qilaman. Yuram yomon bo'lib qoladi menga hozir xursandchilikdan. Xorazm Elite House degan firmasi 5-6 yil bo'ldi ishini ko'rsatib yuribdi. Halol mehnat etib, joy sotib olsangiz hech qachon o'tizmaysiz. Xorazm Elite House eng zo'r firma. Rahmat sizlarga. Tapak bo'lsin, bir tapak bo'lsa öyle. Adamlar fikrlarına qaranglar. Zo'r. Ilohim bizlar ham shu uylarni bitirgandan keyin bizlar ham shunday niyatlarni bildirib o'tish nasib etsin. Og'alar zo'r, Oybek aka zo'r, Umid aka zo'r. Umuman Xorazm Elite House kompaniyasini ishlari zo'r. Hozircha fikrlardan kelib chiqib turibdi menimcha. Sizlarning haqiqatdan ham zo'rliklaringiz, haqiqatdan ham yaxshi ishlab turganliklaringiz, haqiqatdan ham xalqni rostligini olishga intilib turganliklaringizni menimcha isboti bilan ko'rsatib berdik deb o'ylaymiz. Endi Asadbek podpischiklarimizga, kuzatuvchilarimiz ham menimcha eng kutib o'tirgan yerlari bordan beri. Ben kutib o'tiribdilar. Qani shu maxsus takliflar, nov taqdimot, bugun novni ko'ramiz, novni kutamiz, novni eshitamiz deb turibdilar. Ko'pchilik podpischilar xalqni asosiysan aytganimiz, e'lon etganimizdan Yangi O'zbekiston masjidi nerdaligini dim ko'pchilik so'radi. Bu yerdagi qulayliklarni, qurilish nerda bo'ladi, shular haqida dim ko'p ma'lumot so'radilar bizdan. Shu mavzuga to'xtalsak, albatta endi Jasurbek, o'zi bugungi taqdimotimizni asosiy maqsad ham shuku. Yangi O'zbekiston massivini bir mijozlarimizga chuqurroq bir Doğru. Gösterib berish. Yo'q, o'zi boshqonlar o'zi shu bilan boshlashimiz kerak edi, lekin men aytdim, o'zim to'g'ri Yangi O'zbekistonni ko'ringlar demayin dedim. O'zi Yangi O'zbekiston massivindagi biz aytib turgan domni qurib turgan odamlar kim o'zi? Necha yildan beri ishlab kelyaptilar. Bir xalq donisin, xalq o'sha qahramonlarni bilsin dedi-ku. Bilsin dedim-da, aytdim, o'zlarini ko'rsin-da. Shunga men bir ikki savollarimni berdim. Lekin men ham hech kimni vaqtini olish niyatim yo'q, bilaman. Hammani vaqti qimmatli bo'lib turibdi. Shu vaqtlaringizda imkon boricha sizlarga hammaga manfaatli qilishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Endi aktivan kuchaydi, go'zallardan bo'ldi. Xudo xolasa eslatib o'tamiz, sovg'alar qo'yilgan. Efirni oxirida sovg'a egasi bo'lishlaringiz mumkin. To'g'ri. Yana ikki texnika bor va asosiysi bunda yana Galaxy A04Y degan telefondan egasini berib beramiz. Buni o'zingiz ishlatasiz, yana buni gelinmayman, uni qizlarga bersangiz ham bo'laveradi, xudo xolasa. Bom, sizga hayitlik bo'ladi. Uni shart esa o'zi shart debman. Shart yo'q unda do'stlar. Faqatgina efirni aktiv bo'lib kuzatish kerak, kommentlar bilan, aloqalar bilan portlatib turish kerak bo'ladi. Yangi O'zbekiston haqida so'rayapman sizlardan, og'alar. Agar mumkin bo'lsa, Yangi O'zbekistonni bir odamlar tasavvurida uyg'otish uchun bir prezentatsiya etsak bo'ladimi, taqdimot qilib Ko'rsatsak nima yaxshi? Bilamizmi? Komanda. Kamerani bilan o'zgartirsak bilamizmi? Bir natali shuni chuqurroq ko'rsatib beradi. Havo, yaxshi aytib beradi shuni. Chunki ko'pchilik uchun so'ragan Yangi O'zbekiston haqida dim ko'p xatlar keldi. Kutib turinglar, erkim bir tushuntirib. Sho'ra chiqsak bo'ladimi bizga? Sho'ra bu yanimda ko'rsatsak bo'ladimi? Bir natib beradi. Qani, yanglasa shuni. Bana o'tamiz. boshqa buyurishni ko'rsatib o'taveramiz. Xudo xolasa. Qani? Jab turamiz. Qani, chiqib qoldimmi? Aldalayza chiqib qoldimmi? Ana. Svetlarni o'g'irlab beramiz. Mundina o'tsangiz ham bo'ladi, operatorsiz komanda.
Çünkü bir an bilen bir yandan bir narsalar bor ekan, ulardan göçüşimiz gerek bo'ladi. Hava. Ha, ben ötse buladı ekanlar, görünedi. Adamlarım görünedi ekan. İş öde da. O zor. Süyetlerden bize nakarat beringli imkan olsa, bir nakarat beringli. Ana zor. Halbuki gelin de siz selberrak ötesiz. Karang Yangi O'zbekistonda turibmiz-ku. Tamam. O'zi Yangi O'zbekiston deganimiz bu loyihani joylashgan yeri ner o'zi asli. Urganchning yerinde bo'ladi. Birine bir aniq aytadigan bo'lsa, game planını aytib o'taveralimi? Havon asosiy joylashgan yerini. Ben görünüp turibmi game plan? Asosiy joylashgan yeri bizani o'zi Городской больница, ko'pchilik shashilish biladi. Havon. Keyin bu yerda yana Durun hozir eshitmay qolishi mumkin. Yangi O'zbekistonni joylashgan yeri ner o'zi. Urganchning yerine doğru keladi. Cesurbek, şehrin kimdeki bu? Doğrusu doğrusu hazır bundan sentriyer benimse yok kuruluştan. Niyet kamadan. Ama özü yok ku yine. sonu boyu. Doğrusu da. Garaskoy Manisa başkası yine Aybek bir yandan tutuyor. Eng asosiy aytadigan yerimiz yana Shavat kanalı. Bu O'zbekiston bo'yicha eng katta kanal. O'zbekiston bo'yicha. Bu anda yana sentral yo'l. Bu umumiy game plani. Boshqa shuni aytib o'tali. Bu yerda Городской больница. Oasis kafe tarafı. İşi yol şu doğru mu? Avan, Bir bu man servisten gelevermiş mi bu? Avan. Bir yanda köprü var. Avan. İşi yol bu işi yol. Şavat. Bu yana Xorazm televideniya, Kamoljon Ataniyazov. Musika maktabi. Avan. Şu an tarafı atızlık baradi. İşinde düşedi. İşini bo'ladi. Общий game plan 43 tane dom tushadi общийda. Bog'cha, maktab, keyin dam olish maskani hammasi ichida bo'ladi. Kompleks da. Kompleks bo'ladi bu. Kompleks. Bir de tazadan su, tazadan gaz. Hem kanalizasyon tazada ötedi hem meneses. Su stansiya, tok. Hem meneses. Hem nölden özünü kim bo'ladi. Endi qarang, Xorazm Elite House'ni qurib turgan do'mi qaysi bo'ladi bu yerda? Bugünkü günde kurulup duran 3. 4. etajdan çıktık. Şavat boyunda hesaplarsak 2. domine. Hazırki kengileri bir bilan ina bir. Satı baştan atırganı şu ikisi. Ha şu Hazır taqdimotni qilib turgan variantimiz ina shu ikkisi. Şu ikisi. Tamam. Endi şöyle bir savol geldi bana. Imunda sentralni yo'l, doğru mu? Tamam. Neçi yolunu boyunmaz lan? Neçi bir yerdegisi, iminle bir yerde. Neçi yolunu boyunmaz. Birilerim doğru savol verdi. Doğru aytdingiz shuni. Biza o'zi qurilish kompaniyamiz, umid bilan eng yaxshi ko'radigan vajimiz birinchidan ochiqlik. Keyin hamma uyda balkon bo'lishini yaxshi ko'ramiz. Ham chang-cho'p sal kamroq joydan tanlaymiz. Ham shovqindan sal chetroqni tanlaymiz, ammo yashash uchun. Agar biznes boshqa qiladigan bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri yo'lni ustini tanlaymiz. Biza hozir tanlagan tarafimiz bu yon tarafni tanladik. Nima uchun? Sababi bor. Sababi hem shovqindan kamroq yer, hem chang-cho'pdan sal chetroq yer. Havoylanishi zo'r bo'ladi. Kislorod zo'r bo'ladi. Shovqin yo'q deb. Hem desa, bu yerni bizga yoqqan tarafi to'tishni domdan bular. Bir o'z turadi. To'tishni ham kichik bo'ladi. Bir podez bir o'zi, bir dana. He, bir podez bir dom. Ava. Yine fasad kısımlarını gösterip ötsangiz ish Eminda yana tushunarli bo'ladi. Bu yoqda yana bir o'zi ishining turadi. Havo aylanishi yaxshi bo'ladi, ham davarakinda ochiq joy ko'p bo'ladi. Azileniyasi ko'p bo'ladi. Xudo xolasa ishning azileniya bilan bo'ladi bu. Tamam. Resimdagi ding bo'ladi, xudo xolasa. Bu vajda bu yon tarafi gaz, suv, svet hammasi parkovkalari, detskiy plashatkalari hammasi davlat tarafidan qilinib beriladigan vajlar. Şu Urganch City'ni ko'rgansiz-ku? Ana shu vajni yana ham zamonaviy qilsa bo'ladi. Muammo bo'lmaydi, demak, uning narsalari. O'zi o'tirib boshladilar. O'zi yangi O'zbekiston massiv nechun nechun deb savol berishingiz kerak mumkin-ku. Bu shaxsan prezidentimizning qarori bilan bo'lib turgan narsa. Davlat dasturundagi. Davlat dasturundagi prezidentning o'zini qarori bilan chiqqan narsa. Bu Urganchda emas. Toshkent shahar, viloyatlarda, tumanlarda hamma yerda berilgan. Bu Urganch shahri 12 viloyat bo'yicha. Yangi O'zbekiston massivi bu. Tushundim.
Şunda demek bir hem nazorat aslında buladı. Обязательно. Çok ki buladı hem meslek tutsan. Şunda bir yol bu muydu bunda? Çık olan mı? Karan. Bir yan tarafı yine главный yol ku. Aha. Şu Garasko bansana dedik ku. Hava. Yine işi veç. Hava. Yine işinin inşallah en главный yolları. Kara bilen işi. İçallardan kılan yol boladı. Ulu yol mu indi bu? Aa, Asası yol En değil. esası yolu. İçinde düşede. Keyin ondan taşkarı ben özü kompleksin içinden özünün yolları var, stenkeleri var. Bemalol 2 maşin, 3 maşin sığalı yerleri var. İşi seriyle trotuar mı bu? Ne oldu? Seri. Yine Trotuar emas bu. Yol boladı. Yol boladı. Maşın yürüyor. Maşin yürüyor. Tamam. Ha işirleden maşın yürüyor. Doğru mu? Обязательно именно parkovkalar yine çizilgan uzun. Ha, yok. Bunda gel. Bular katta yolda, aslan o yolunu açıp ötdük. Bunda Keyin yana bir yolu var, en zor yolu. Ben de Şavat'ın boyunda en katta yolu. Xullas bere baku bize neni açıp öteli. Bandan girip boladı. Bandan xo'jalikda tarafdan ham girip boladı. Girgenden beri 150-200 metre içen tarafta. Bir yerden hesaplasak bir 50 metre yola. Yola 50 metre. Yola 50 metre. Endi qarang bu Yangi O'zbekiston katta loyihasining shu Urgan City'ning kompleks mi o'zida narsalari bo'laman mavjud? Hamma o'zida bor. Mektep, bakçası, hem narsasi içinde. Ha maktab bog'chasi bir de gösterganmi? Yine. Bir de mektep, endi bakçası. Ha, maktab bog'cha, futbolni po'lalari ham bor. Ya o'zini suv bo'ladi dedingiz-ku buni, suv stansiyasi. Bu nerede? Bir de bu ham toza quruq turibdi. Suv stansiyasi. Göstersen boladı. Endi azma odamlar görüş uchun aytib turibman. Suv stansiya ishi uchunmi, to'g'rimi? Özü için. Özü için. Tazadan, yengiden. Tazadan derimiz ne? Ucu 30-20-40 yıl hiç nese etilmeydi taza bu ondan gibi. Bilesin mi? Zo'r. Hamma o'zin noldan kommunikatsiyasi shu uchun qilinadi, Şöyle için to'g'rimi? kılıngan. Endi men nani ko'rinishni, fasadni so'raman bo'lar edim, ko'rinish. Ya ne dedingiz-ku? Hem yeri balkon dediniz. Hava. Hem yeri balkon. Panirofikadan gösterse Ben boladı de. yine belgisinden. Tamam. Ben de umumi fasadını gösterdik. Keyin emandan var. Şu an ben öteyim. Benim bize iki xil fasadını yer ondan alıp koyupmiz. Tamam. Ben tarafını açıp öteden bolsak, bize ya açıklıktan hem balkonu yaxşı göremiz dedik ki o'zi. Bu köpçülük mijozlarimizdan gelip çıkan halda kılamiz da bu işleri. Yine görüp turağınız deyin. Hem yerinde balkon var, dört tarafında. Hem yerinde. Hem yere balkon düşer. Hem yerinde balkon var. Resimde var mı? Resimde gösterip bilemiz mi şunu? Kaysi şu balkon? Yine elindeki Yine balkon. karın işini gösterip şu balkon var mı? Yine şişeli boladı. Yine ucu fasatlanıp zamanavi. Ucu perilaları. Şunlar. Girip keleversinden başlasak Cesur Bey. Lift. Hava. Şimdi bir itibareten ayır izma verdi. Kanı. Şu padezli içi 6 metre 7 metre. Padezli içi. Bu cayamaz bu. 40 kvadrattan ziyad. 42 kvadrat dese şöyle. Şu durgan yerimiz mutser mi şunca yine? Bir üstü bir 4-5 metre çıkardı. Yani 5 metre. Evet 5 metre bir. 5 metre. Bu 6'ga 7. 7. 6'ga 7. 6'ga 7. Sadakalar doğru patatesi o verası bu yaptı. Koy teşkil şöyle. Eskime bir şey yok. Birinci yutuklu İstanbul. Yine o adli domlarını görseniz hem sen kişiler hakkı biles. Misal üçün mən Xəmkarbanklı köhnə donunda öskəndim. Bildiniz mi? Neçə şörünü? 3'e 2. 3 kanadalı olsa 3'e 2. Köyne dolmaş 3'e 2 bulalım. 3'e 2. Doğru. 3'e 2 buluz. 3'e 2, 6'ga 7. Tamam. Ulayken canlıdayken. Bir Lift mi? bir lift ama girip geleversi. Liften 1 tonnalık lift bulalım. 1 tonnalık. 9 kavat bundan ki benim klient mücazlarımız Şu uluq deb olsa gerek. Bir de indi neçə kanalı, neçə kvadrat öyle boladı bir de. Özü. Karan. Ben de göstersem görünem. Mən qaran mütəş elə bir sualım var. Tamam. Bunca təsəvvürat ölümün tutmağına proyekt. Özləri təsəvvürat görgənmisinin çık olacağını. Bunu tesavvur oturmak hem şart emez. Şu durgan yerimizde 7 etaş kurulan bir iki çette. Şavat yoldan obyektimiz. Şöyle gel görsünler toşu şu. Bizim şu kurganımız bunu bitirip bergenimiz adamlara. He, şunun ilini kurgansız. Yine 7 kavatını kurganımız. İki çet Ana kalasın. Aman. Toşu bir xil. Verinde onda ne yok, saval yok, verinde saval. Balkonam şu ez gelip görüp şanmasalar gösterip veremez. Tamam. Bir de kvadratlar hakkında bir aytıp ötün. Ne indi bir neçə kanalı, neçə kvadrat, neçə bar. Bir de 1 kanalı, 2 kanalı caylarımız var. 3 kanalı 1 tane kvartiramız var. 3 kanalı. 95 kvadrat. 95 kvadrat, 2 balkonlu.
Bir yanından bir yanından Tamam. bir. İspanya'da, Kokne'de. Kokniyada bir balkon, Spalniyada bir balkon. Zor. Gelişmek kazanız. Hatır bilen olsanız hukuk neye çıkıp durasınız, siz neye çıkıp durasınız? Kazaxonda bir zamanlık geleveririz. Spakoysiyadır ki. Hisarotunu alıp gelelim. Bu 3 komut değil. Tamam. Başka 100 kvadrat ekan. Lan bayan. Doğru. İnanma qarang. Aha. Beyindən balkonu yaxşı, köpçülük yaxşı görədi. 5 metre, 1,5 metr eng ulu yeri. Bu 2 kanalı 61-17 deb aytıladi. 61 desek ham bo'ladi. Klientlar o'zi kelgan vaqtimda tushuntirib beriladi o'sha. Zo'r chiqqan balkon uchun. Qisqacha tushuntirib o'tamiz. Bir ham 2 kanalı. Hava. 2 kanal 68 kvadrat. Hava. Bir yerden balkonu var. Bu 65 kvadratlık. Buna mı 2 kanalı? İkisi var mı ikisi? Kiçkinasi yo'q desek ham bo'ladi. Bir kanalı var, sudya etsa bo'ladi. 52 kvadrat. Buna ham 2 kanalı isapı kvadrat. 52 kvadrat demez lekin bu adamlar 2 komplek yaşamaptı. Doğru. Doğru sanılan. Keyin bir yerde yana bir 2 kanalımız. Ko'pchilik yakadonu var. 68-94. Buna ham 2 balkonlusu. Eng xato o'ylaganlar. Hem yana bir yeri var. Bularda işi misal uchun imda yozib turibdi. Görünüp turgan bo'lsa kladovka deb turibdi. Kladovkalar ham bor ko'pchilikning. O'zinde. 3 kanalda bularda kladovkasi bor. Aşı hiç zor bo'ldi. O'zi Kladovka ham kerak bo'ladi-ku. planirovkasi ko'rinib turgan bo'lsa, dim chiroyli chiqqan bo'ladi. Kanala bo'lingani, lishli kvadrat yo'q, yani koridorlarni emas. Çok chiqqan. Çok çıkan. Dostlar, kim sizlerden savollar bo'lsa, yozinglar, kommentariy yozinglar. Belki men sizlarni ishlaringizni o'ttirgan savolni bermay turgan bo'lishim mumkin. Doğru. Sizlarda bir şu planirovka bo'yicha, fasad bo'yicha, umuman yangi O'zbekiston loyihasi bo'yicha, domlar bo'yicha savollar bo'lsa, kommentariy qo'rqmang yozaveringlar. Bollama yetiradilar, xudo xolasa. Men keyin sizlar orqali sizlarning savollaringizni Umid og'a, Aybek og'a so'rab javobini olib beraman, xudo xolasa. Shularni eshitilib turgan bo'lsa, kadrlar yarki bo'lib turgan bo'lsa, hammasi dinib ketib turgan bo'lsa, havo ya plus ya olovchani basib beringlar. Mutku qarab bo'lsin, ayamang, jonini chiqarib yeringlar. Og'alar sizlarga rahmat, prezentatsiya uchun rahmat. Kvartira bo'yicha, kvadratlar bo'yicha, fasad bo'yicha, loyihani o'zi bo'yicha tushuntirishlar uchun rahmat. Endi baribir o'zbekchilikda, ayniqsa Xorazmda baribir pullari, necha bo'lishi, necha bo'lsak bo'ladi, necha bo'lib berasak bo'ladi, eldindan challim berish kerak, eldindan ozroq bersak bo'lmaymi, balkim eldindan umumiy bermay olsak bo'lmaymi, shunday yo'lsalar bormi? Shuning uchun kirganmiz bugun efirga maxsus takliflar bor, deb o'tirganlar bor. Sho'lardan bugun efirda aytib o'taman. Ellerine Esedbek ikimiz Danıştırıp ötse bir. Давайте Esedbek marhamat. Söz sizga bir mikrofonni beramiz. Operatorlar iltimos etgan bo'lar edim. Shu loyihalaringni, fasadini, bu chizmalarini bir ikki klub kadrlar bilan ko'rsatib turinglar. Bunda imkon boricha, balki bizga yaqindan göstermeyen bo'lishimiz mumkin. Endi diqqat qilinglar. Qaysini ishlayman? Qaysini qarang? Sizga qaraymi? Do'stlar, endi diqqat qilinglar. Hozir Xorazm Elite House kompaniyasini aynan bayram uchun va 31-mart uchun, Hayit uchun tayyorlab qo'ygan maxsus takliflari bor. Diqqat bilan yozib o'tiringlar. Iloji boricha qog'oz tushga bilan Esedbek hozir sizlarga shu takliflarni tushuntirib beraman. Ben ovozimni o'zi eshitiladi ekan. Bosa. Bol bir kamerani kiratib bersalar, İnden hem tushunadilar. Qaysini qaraysiz? Qaysi efirda? menga ishlab bersalar. Bormi? Eshitilib turibmi ovozim, yozib qoldirsangizlar. Общий ishlar, o'sha dapadagi monitor ham ko'rinib tursa, podpisчикларga yaxshi bo'lar edi. Общий kadr bir tarsizda. Endi Elite House'dan o'zi ko'pchilik bu yerda maxsus taklifni ko'rish uchun kirgan. Efirga yangi O'zbekiston massividan yaxshi narxlarda, zo'r narxlarda joy olaman deb kirganlar. Ko'pchilik asosiy bo'limga keldik. Ko'rdingizlar, shu hocha quruvchilarni qurib bitirgan joyini, og'alarimiz bitirgan joyini ishonchli, xudo xolasa. Endi bu yerda men og'alarim, shu yerdagi og'alarimiz bilan dim ko'p tortishdim. Xalq tarafli bo'lib tortishdim, Jasura. Xalq tarafli bo'lib joylarni maksimalni uzoq muddatda foizsiz bo'lib to'lab berali deb tortishdim. Va shunga yarasha takliflarni tuzib chiqdik. Mesela tayyor bo'lsangizlar, bir plus qoldirsangizlar, boshimiz xudo xolasa efirdan 170 odam bo'libdi. Plus qoldirib beringlar.
Əmməyə başlayımız efirdə. Məxsus təkliflər plusla tutdu. Yaxşı, başlayımız. Ofis işləpələrin dəfədəki monitorumu görüntülərsin. Özü Yeni Özbekistan massivindəki joylar əsl narxı 6 milyon som, 6,5 milyon som bot tutdu. Kvadrat metri köpçülük baha soragan bolsam bilədi. Bizə sizlərə şunun maksimalni yaxşı bahalarda bərsə hərəkət qıldıq. Getdik. Birinci təklifimiz sizlərə 100% to'lov qilgan mijozlarimizga təklif berib başlayımız. Keyin aslan to'lovlar pəsə tushib boraveradi. Xudo xolasa 100% to'lov etgan mijozlara, yuqori qavatdan uyalgan mijozlara 3 dona uyni bahosini qo'ydik. Nerealni baho 4 million so'mdan qo'ydik uyning narxini. Bu da yani 2 milyon som arzon, yani o'zi narxi 6 milyon som bo'lsa 4 milyon som, 60 kvadratli uy olsa 120 milyon som tejak qoladi yani. Xonadan. Zo'r. Olarmadingiz so'rashni? Men olardim, lekin olib bo'ldim, nima? Sen bir ko'p tortishdi ha. Aha, berali. Mijozlar uchun da biz bunning realni narsa doğrusu. Aktif bo'lgan Asadbek 4 milyon degan pul yo'q-da o'zi Urganchda. Uy olib ya uy qilib turganlar biladi. 4 milyona yo'q lekin. Endi 100% to'lov qilgan mijozlarimizga, pastki qavatdan uyalgan mijozlarimizga 5 tane uyning narxini 4 milyon 800 ming so'mdan qildik. Xolasala 2-chi, 3-chi, 4-chi xola o'zlariga yoqqan etajdan olarsizlar 4 milyon 800 ming so'mdan. Buning narxi o'zi 6,5 milyon so'm edi narxi. 4 milyon 800 ming so'mga tushib Pastki qavatmi endi? Pastki qavat. Yo'q, pastki qavatni o'zi. Xola etajdan narsa xolasa 9 dan. Xola etajdangiz bilan xolangizni hech kim yuqori emas, pastga uradi-da o'zini. yuqorini yaxshi ko'radi odamlar ko'p ekan. Men bilmadim. Havo boshqacha-da. Bizlarda tepesi e'tibor etadi. Doğru. Toshkent, boshqa sal chetga chiqsangiz o'zi yuqoridan baham qimmat. Bu yerni bir nima aytib o'tadi? Bu yerda manzara bor. Yuqorgi etaj zo'r bo'ladi. Ko'pchilik tushunib turibdi, yuqorgi etajdan ham olib turibdilar. Yuqorgi agar bu yerda men tasavvur etdim u borganimda, yuqorgi etajdan qarasangiz, chiqib qarasangiz-da. Bu yana qarasangiz go'rt ko'rsatib turadi, shahar. Bu yana qarasangiz Shovoq bo'yi ko'rsatib turadi-da. Keyin undan keyin yana o'zini azeleniyasi bo'ladi, daraxtlar bo'ladi. Boshqa vaz bo'ladi to'g'risi. Asishini Shovoq bo'yina qarab turasizdan. Shovoq bo'yina qarab, nerv uspokойтся turadi-ku, endi deyib turasiz, o'ylanib, ideyalanib. Xotin kelib ketdi siz. Men bilan Shovoqning o'rtasına tushamiz. Yolg'iz qoldim. Men va tabiat. Boshqa hech narsa kerakmaydi. Qaysi etajda bu? Qaysi etajda tursiz? Falan etajda olaman deb turibman. Yuqorgi etajda tursiz. Voy, yuqorgi etaj. Men deysiz. 4 milyon 800 dan oldimmi deysiz? O'rtaga tushmadi. Yuqori etaj bo'lsa 4 milyon so'mdan ham beribmiz. 4 milyondan 4 milyon. Böyle 4 dan oldimmiz. Lekin aytib o'tadi, yuqori qavatdan 4 milyon so'mdan uyni narxini 3 tane uy qo'ydik. Buni ertang kim birinchi kelsa shu olib qoladi. 4 milyon so'mdan hamma uy emas, 3 tane uy qo'ydik. Merkezde bo'lsa, suv o'tib turgan Bo'lsa, tabiat bo'lsa, plus chegirma bo'lsa, yana shatin dedi-ku, yana shatin dedi. Shu notosqilib qiladi. Ertang birinchi yana deb tursa, ertang bu yerda Rossiyadan ko'rib o'tirganlar. Kimdirini yakinni yarsilar, shu qaranglar, aytib o'taman, efirdan keyin so'rovnoma qoldiraman, o'zlarining nomerlarini, telefon nomerlarini, o'zlari haqidagi ma'lumotlarni qoldirsalar, ular o'chirib yozib qo'yamiz. Men shu joyni oljakman desalar, ertaga masalan kimdir bilan avans tashlatib bersalar ham, shartnoma qilib bersalar ham bo'ladi-da. Onlayn ham etsa bo'ladimi? Onlayn undan yo'lni qilamiz. Yaqinlari bo'ladi, keladi, ko'ramiz, danıştıramiz. Shunda tushunarli bo'ldimi? 100% to'lov qilgan mijozlara pastki qavatlardan 4 milyon 800 ming so'm 5 tane. Yo'q, men 100% to'lov etchakim yo'q. 70% to'lov etchakman deydi o mijozlarimizga 5 tane uy qo'ydik skidkada 5 milyon so'mdan. 70%ni to'layversa uyni 5 milyon so'mdan olsin. O'zi joy 6 milyon 6,5 milyon so'm bo'lib turgan joylar. Endi hamma puli hali yanglab bo'lgan bo'lsanizlar do'stlar, 70% bo'lsa 70%ni to'laysizlar ekan 5 milliondan kvadrat. Qolganidan 36 oydan 50 oygacha foizsiz bo'lib to'lashab beraveramiz, xudo xolasa. Aranda foiz bo'lmaydi. Shu o'rinda ko'p odam o'ylanadi, foizi bo'lsa nechta bo'ladi ekan deb o'tiradi. Ana foiz bo'lmasa вообще zo'r. 36 oydan 50 oygacha semishga pul o'tib ketadi u. Umita semishga pul oladi. Azzatali xalqim, azzatali. Jasurbek, bu yerda 50 oy qo'yganimiz sababi bor. Bizda uni ivaji yo'q edi. Bu yerni panikga qo'yganmiz. 48 oy qo'yganmiz. Shu vaqtdagi klientlarimiz endi video olmadik, endi bir boshqacha tushunmasinlar deb shu vaqtdagi ko'pchilik klientlarimiz aytdi.
zo'r imkoniyat bergansizlar. Shu vaqt oqqasak bo'ladi ekan. 48 oy bergansizlar. Havo. Dum ko'p. Meni o'zing ham bilasan, Gumit. So'ylab o'tirganlar ham bilan ko'p. Hozir ham shu vajni hisob kitobdan chiqib, imkoniyatidan kelib chiqqan holda shu vajni 50 oy etdik. Lekin oylik to'lov bu yerda уже yarım kesiladi. Misol 24 oyda to'laydigan vajini 50 oyda to'laydi. Misol so'rating. Kamayadi xudo. 8 million bo'lsa 4 million tushadi yangi. Shuning klientlar bor. Ko'pchilik 50 to'lovni 30-40%, 25% pulim bor deb keladilar. Oranda hisob kitob aytiladi 24 oyda avvalgilar. Уже 8-10 million so'm oylik to'lov chiqib turadi 24 oylikda. Shularning taklifini ko'rib chiqib o'rganib 24 emas 50 oy qildi. Shu 4-5 milliondan yarım ay tashlaydi. 4-5 million. 4-5 million taraf tushib qoladi. Ko'padi bunning klientimiz. 50 to'lovim bor, orani ko'plik etib turibdi deydi onlar. Bir 80% adam. Doğrusu. Yani o'zlarimiz bu chiqaramizda, xalqni o'rganamiz. Shurda qizlar bizlara spiskani beradi, bizlara ishini taklif ko'p tushib turibdi deydi. Shundan kelib chiqamiz hamma o'zini. Endi Do'rama Haybek aka, bir misol uchun bir xo'jalikda bir o'rtacha 7-8 million daromadi bo'ladigan bo'lsa, buni hammasini do'ma to'lasa, yeb-ichar chiqadi. Конечно. Agar bu taklifda bo'ladi bo'lsa, yarısini do'ma to'lab, yarısini yeb-ichib yashasa ham bo'ladi. Zo'r. Keyin qarang, hali hammasi oldinda kuzatib turinglar. Yo'q 70% ham to'lanman, 50% ham to'layman degan mijozlarimizni o'yinning narxi 5 million 200 ming so'mdan qo'ydik. Shu yerda eslatib o'taman, klientlarimiz bilan bizda tushunmovchilik bo'lmasin. 10 joy qo'ydik-da, bundan. Bu yerdan 10 joy qo'ydik bu taklif, lekin bir bilan 3 xonali domasa uy asosida bizada shular amal etadi, xudo xolasa. Lekin 2 xonali uy chegirma qo'yma demas, ular ham zo'r chegirmadan qilib ko'pmiz. Efirni oxirigacha kuzatishingizni so'rab qolamiz. Zo'r. Bu birinchi taklifmi? Bu hali birinchi taklif, takliflarimiz ko'p hali, xudo xolasa. Zo'r. Davomini ham ko'raylik. Davomini ko'raylik deb yozma. Ovozim eshitilib turibmi? Bir plus qoldirib bersangizlar davom etamiz, xudo xolasa. Auditoriya bilan zo'r bo'lib turibdi, yurtimiz. Pluslar gap yo'q. Ular xalqni o'ylaydigan bolalar degan kommentariyalar bor. Rahmat. Ikkinchi taklifga o'tamiz endi. Ikkinchi taklifimiz pastki qavatdagi uylara bo'ladi. Pastki qavatdan bizada oldindan 50% ham to'lab bilinma, 35% ham to'lab pastki qavatda uy olasin bor degan mijozlarimiz uchun bu yerda uyning narxi 6,5 million so'm edi. 5,5 million so'mga tushirdikda 10 dona uyni xudo xolasa qo'yib berdik aksiyamizda. Ertaga kelasizlar shartnomani klasslardan uylaringizni shartnomasini aytib, bitgandan keyin azizlatib yozishlarsizlar. Zo'r. Bu yerda shöyle aytib o'tayim, masalan 70-80 kvadrat uy olaman desa, bu yerda 1 million so'm chegirma tutimiz 70-80 million so'm o'tib qoladi. Ham ko'chmas mulkka plus yildan yilga pul minib yotibdi. Doğru. Biznes satish uchun ham zo'r taklifda u. İnvestitsiya uchun ham o. Doğru. Dim zo'r. O'zi menimcha taklifni yomoni bo'ldi deb o'ylayman. Eng zo'r ishi bo'ldi deb o'ylayman men. Aldinda va takliflar yomonlari bor. Xudo xolasa 3-taklif o'tadigan bo'lsak, 3-taklif yuqori qavatdagi uylarimiz 10 dona uyni qo'yib berganmiz. 10 dona uy 30% ni to'lasalar 50 oy foizsiz bo'lib to'lab berasizlar qolganini. 10 dona uyning narxi 5,5 million so'mdan. 5,5 million so'm. Bu foizsiz. Bu foizsiz. 50 oy bo'lib to'lasin. 30% ni bersin. 30% 5,5 million so'mdan to'lasin. Ava. Qolganini 50 oyga bo'lib bersin. Umuman foiz kerakmaydi. Necha kelishsa siz bilan shuni bo'lib ketadi. Bu degani bizda hozir joylarning narxi 4,5 shunday tushib turibdi-da. Yarim bahos 10 milliondan 15 milliondan to'lab turadilar, yarim bahosdan tushib. Az bir narsani shunda tushuntirib o'tsam bo'ladimi? Ava. Oqshom bir klient keldi, ofisga. Menga dedi 50 oy kerakmi dedi. 2 yil beraver dedi. Biz o'zlarimiz chiqarmamizdan bu yerni. 2 yil beradi. Bo'ldi, aytdim, 2 yil bo'lsa, tan narxam tushadi joyni. Undan ham bo'ladi. Bu yerdan aytib o'tali. 2,5 million 2 yil berdik. 2 yildan men keyin hisob kitobini chiqarib berdim. Hisob kitobini chiqarib, eldan keyin 30% to'lov, keyin oylik to'lovni chiqarib berdim. Oylik to'lov 8 million so'mdan chiqdi. Keyin u o'zlarimizda endi joy qo'ygan klient endi bu. 2-3 joy qo'ygan klient 8 million so'mdan tushdi. Keyin chiqarib bersam 8 ming o'rganmaydi, sal ko'proq ekan dedi. Men aytdim, biza 50 oyni dedim, o'sha klientlarni o'rganib shuning uchun chiqarib qo'yibmiz bu yerni. Ko'pchilik tushunmayapti-da hozir. Oylik muddati biza cho'zganimizning sababi
oylik to'lov kam chiqadi. Azroq chiqadi. Azroq Yine chiqadi. faiz. Keyin men unga 50 oydan bo'lib berdim. 50 oyda 5-5,5 million so'mdan chiqdi. Ha, bu menga to'g'ri keladi ekan dedi. Ana shu yeri bo'lib turibdi. Ko'pchilik ha biz oyni cho'zgana pulni arzonlatdilar, neda bo'lib turibdi. Lekin biz oylik to'lovni arzonlatganmiz. Tushunarli bo'lib turmasa, tushunarli tushundik deb yozinglar Tushundik o'rtoqlar. deb yozing. Biza reaksiyalaringiz muhimdan gaplashib o'tiribmiz sizlar bilan. Shuning uchun agar uyda aytib gapni So'raydigan narsalar bo'lsa ham yozsalar Xudo xolasa. Eslatib o'taman, bu chegirmada bular ham 10 dona uy qo'yilgan, soni cheklangan, ertang ispetatib qolasizlar, galaslardan shartnomani tuzib o'ylab o'tib ketarasizlar, xudo xolasa. Bizda takliflar davom etadi, 4-taklifga o'tamiz, xudo xolasa. Endi 4-taklif 5 yil bo'lib bersalar bo'ladi. Endi 60 oy foizsiz bo'lib bersalar bo'ladi, cheklangan uylar lekin 3 dona uyni qo'ydik. 5 yil 50% ni to'lasalar lekin. Xudo xolasa, gasillar, domni xolasa pastki etajindan, xolasa yuqori etajindan asıllarda qonni 5 yil, ya'ni 60 oy bo'lib to'lab ketarsizlar. Bu yerda shöyle bir narsa eslatib o'tadi. Kimdir qo'lida pul bordi, mulkat qo'yacakdi, alanda pul bordi, 50% ni to'laydi, 60 oy hech narsa puldan tushmaydi-da. To'g'ri, yuqorida aytgan gapimizdan semishga bo'lib ketadi. 20 yil banklar vaqti 3-4 million to'latadi, 20 yil to'laysan. To'g'ri. Bu 5 yil foizsiz to'lab qo'yarsiz, xudo xolasa. Zo'r bo'lgan taklif. Hamma tushunarli bo'lsa pius qo'yib ketinglar, tushunibmizmi? Zo'r tushuntirdingiz. Asadbek, ya eng nima desam ekan, yana bir aytib turmading-ku, dumyomoni bor taklifni deb turmading-ku. Dumyomon takliflardan ham bir. Yomoni bor, xudo xolasa. Eldindan pul to'lanman desalar ham uy beramiz, xudo xolasa. Alay, eldindan pulam kerakmi deb turibdi ketay. Ne bo'lsa oldu endi ma'lum eta. O'zing to'laysan. O'zi uyni bahosini 6 million 6,5 million bo'lib turibdi. 5 million 700 dan qo'ydik, lekin bunga 10 dan oy qo'ydik, 30 oy bo'lib to'layarsan qonni. Eldindan to'lamasa ertangasi shartnoma olsin, birinchi oydan to'lab ketaversin, ha. Bo'ldi, pul kerakmi? Pul kerakmi? Azdab yashasa bo'ldi. Azdab yashasa. Lekin bir yeri bor, ko'pchilik xafa bo'lmasin. Dim ko'p odam telefon turibdi. Qachon bo'ladi, qachon tamom bo'ladi, biz borjaqmiz deb. O'sharam bo'lib turibdi. Shuni aytib o'tdilar, ertaga chegaralangan uylar. Sanoqli lekin bu o'rtak sho'ri bor ekan. Ertang aldamadingizlarmi? Shartnomalar ham ko'rsatiladi, hamma o'z ko'rsatiladi, berilgan klientlar ham gapirtiladi. Shuning uchun tezroq harakat qilsalar. O'zi ondan ekan bu do'stlar. Ertangi o'tirib so'nggi uyga kelsangizlar, misol uchun bu eldindan to'lovsiz degani, ya undan burungi takliflaring misol uchun ertangi o'zimda ketadi-da shartnoma bo'ladi. Shuning uchun ben yalancı bo'lib qolmayin, ya bize yalancı bo'lib qolmayin. Eğer az efirde görüp otursa dikkat bilan, efirde görüp oturan vaqtlarda tushuntirib tutding Asadbek ham, men ham mabod uspit etmasangizda ertang so'nggi kun kelib yo'q degan vaqtimda, shuncha efir etdilar, gaplar to'g'ri emas ekan degan noto'g'ri fikr bo'lmasin. Shuning uchun ya o'ylanadigan maslahatlashadigan yeringiz bo'lsa, bugunning o'zida maslahatinglar ertang kasrga surating. Kelib o'tirmasangiz onlayn ham bosib bersa bo'ladi. Xudo xolasa, bu takliflar tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu bizada emas emas. Takliflaring bo'ldingmi? Aytalar, bularning soni cheklangan, soni cheklangan. Telegramga takliflar tashladi. O'zlaringiz yoqqan taklifni tanlab qo'yinglar ertangizdan achadan. 9 ofisimizga kelasizlar, shartnomani qilasizlar, o'ylab bo'lasizlar. Bu bizada emas, takliflar emas, kameraga gap bermang, jasurab bonus topay tushuntiring shularga. Shuning uchun bo'ldingmi deb aytdim ozondan beri. Men ham bekor o'tirganim yo'q do'stlar. Bugun kelib, men ham aytadigan gaplarim bor. Ber bo'yicha Xudo xohlasa ertang kelgan 10 dona mijoza, faqat ertang lekin do'stlar, so'nggi kun amal etmaydi. Ertang kelgan 10 dona mijoza, eldindan 30% to'lab etgan mijozdan 10 danasini ustunda ofisga kelgan o'zida gaz plita yoki xolodilnikni olib ketasiz. Televizor ham bor. Bitoy texnika. Gaz plita, xolodilnik, televizor. Turadi Asadbek. Birinchi 10 klientda. Birinchi 10 klient. Sifatlar olgan, qimmatlar Eng olgan. 10 danasini faqat ertang 30% to'laysiz. O'sha qimmatli bitoy texnikani birsi ustunda olib ketaverasiz. Shartnoma bir qo'lingizda, ya xolodilnik, ya gaz plita, ya televizor bir qo'lingizda ketadi. Endi bu ham hali tamom bo'lmadi do'stlar. Bu ham hali oxir emas. 80 dona shartnoma yig'ilgan zamonida
Misal uchun. Ertang yayınlansa ertang ağa. Ertang yayınlanadi u. Ofislarda turibdi ko'p. Ertang yayınlanadi. 80 dana shartnomani yayınımızdan 80 dana mijozning içinde bir paket kobaltni podarka qo'yib beradilar, xudo xolasa. Endi tabiiy bo'lmasa Videosu var mı da yok mu? Çepek sap oldunuzlarmı? Çepek sap doğan bozası bu ama hele hemmesimiz. 80 dana mijozning içinde bir kobolt turibdi отдельный. Bundan başka bir dana 80 klientni birisini uyini atido remont etib beraman deb turibdi. Aybek abi Umid aytdi. Bu tellenedi. Hakkani boladı. Barabanın içinde hakkani bu tellenedi. Kobolt'un iyiyse öyle remont etip beredi adamım tellenedi. Evvel gideyim bu diyecekler. Evet gidin hava. Bir de tapşırdık. Beyanet berasini. Dostlar bu yangilik emas. Bu koboltni mashinani podarka etishni evvelam Elite House kompaniyasi etgan. Buni videolardan qo'yganmiz. Telegramdan yana Asadbek xudo xolasa koboltni hozir keldi ofislarda turibdi. Ertang bo'lmasa Hozir bilan videosi. Hozir tashib. Ertangdan hozir bordan ofisdan eldimda videosini olib. Videolari bor, tashlab beraman. Yo'q, hozir efirdan chiqdim. Imunda kobalt, imunda men deb tashlab yubordim. Tamam, Bo'ladimi shunday? Bo'ladimi shunday desek do'stlar? Tashlab beringlar. 80 shartnoma bo'ladi. Ya bugun ertang bo'ladi o'zi. Qatta borsa so'nggi kun bo'ladi. 80 shartnoma ichida bir kobalt отдельный. Bir dona kvartirani remont отдельный. Barabanning ichida omad ikkinchi beramiz. Gelişilgen bakada. Like'ni basın indi. Olovchani yuvaring indi. Xudoyim 2025-yilda joy olaman deb yurganlar bir emas, ikki joyli bo'lg'ay. Hammaga bo'lg'ay. Xudoyim xayrini ko'rgaysiz. Bundan foyda kam katta bo'lsa, foydani ko'p yuqoridan bergaysiz. Asosiy to'y patiyada, to'g'ri emasmi? So'rayinda ağa boshda va'da berdik-ku. Ava. Görüp turgan adamlar ham sovg'a beramiz. Uy alsam, bir de olovcha qoldirib turganlar ko'p da. Xudo xolasa şurada sovg'asini berib o'tsak. Hozir misol uchun hali efir davom etib turibdi. Statistika bo'lib turibdi. Menda bir taklif bor. Hozir efirni yakunlaymiz-ku. Bola statistikani beradi bizga. Bir ko'rib beramizdan tumalak video atib 3 dona klientni yozib beramiz. Sразу. Akkauntini yozib beramiz. Akkauntini yozib beramiz. Akkauntlaringizni yodda tutib turma. YouTube'da do'stlar, YouTube'da kim akkauntini hech bo'lsa yodda qo'yib turinglar. Hozir efirni davom etamizdan 3 minutning ichida 3 minut içinde 3 tane en aktivini basın, komentni basın. 3 tane mijozini, 3 tane podpisчикni, 3 tane klientni podarkalarini beramiz. Imda telefon. Bu gruppa da çalalım şunda. Hava, Telegram kanalımıza. Imda telefon. İbn o bu. Fen. Bu 3-chi o'rnimizda berdi. Bu 3-chi o'rna Fen. 1-chi o'rna. Imda o kasta. O'zim olaman. Eşime ver ismi olur. Ne oldu? 2-chi o'rna Blender ko'rdi. Blender. Firminning zo'r Firminning Fen, Blender ve telefon. Xudo xolasa shu uchisini eng aktiv bo'lgan klientimizga beramiz. Kuzatuvchimizga beramiz. Bir dona seryoz sharti bor. Hem YouTube'a podpiska bosib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Hem Telegram kanala podpiska bosib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Tayyormi? Bizda tayyormiz. Tayyormi? Tayyormi? Oh do'stlar, yana. Qarsak olsun. Tayyor ekan. Tayyor bo'lsanglar, Ekkeling. Mana premo efirda aytgan yaxshi bunday qarang. Üstünde. 3 tane akkaunt egasi. Bu qarang. Operativni. Operativni. 1-2-3 TL'siz birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinmi? Demak 3 pastdan boshlayman, to'g'rimi? 3-chi o'rindan Uchinchi o'rinimiz. Şöyle oturttular hamça. Şöyle oturttu egenler. Yazıp versin. Çık ketmeyin durun. Çık ketmengler. Üçüncü o'rinimiz demek Fenni egasi bo'ladi. Messi degan. Messi akkaunt. Yazib o'tiribdilar. M-I-S-S-I. Messi emas, Messi. Bizlar bilan Ertang screenshot atib qo'ydim. Ertang ofisimizga kelasizdan xudo xolasa sovrinimizni olib ketasiz xudo xolasa. Yana Messi. Shunda yoziladi ekan do'stlar. Messi. Yozib bering, basiz hozir şurada yazib o'tiraylik. 3-o'rin Messi oldi. Messi. Ha, yazdı Telegram. Men deb yozib bering. Vay, screenshot qo'ydi. Screenshot qildi. Demek ikinci o'rinimiz, ikinci en aktivni mijozlarimizdan biri Blender egasi. Blender egasi. Bom ayol kishi ekan. o ayol kishi zo'r. O'zini emas. Jobberganova Zebiniso deylar. Qarsak bo'lsin do'stlar, qarsak bo'lsin.
Cevap berganova Zebinisa. Demak, blenderimizni egasiga aylandilar. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Yozib bering bo'lsangiz. Shu yerda bo'lsangiz yozib bering. Обязательно. Yaxshiliklarga xizmat etsin. Va demak, birinchi mijozimiz ayol kishimi, erkak kishimi? Yozinglar. Kim biladi? Ayolmi, erkak? Siz ayting, kishimi, erkak kishimi? Prosta ayting. Menimcha ikkisi Erkak. ikkisi ayol kishi bo'ldi, erkak. Bizning fikrimiz Erkak. ko'pincha bir yerdan chiqadi. Yok, ayollar tiyip oturttu beni, ayollar alıp bakalım. Senden soranmasak kağızı gördüm. Dostlar, telefonumuzda egasi o'zi 3 tane g'olibimizdan menimcha ayol kishi bo'ldi. Jumaniyaz va Matluba. Tabriklaymiz. Chabak olsun dostlar. Chabak olsun dostlar. Ana rahmat. Yazılı oturttular aynen, Matluba Akşam'dan Screenshot etdin? Matluba aka, Yürekten telefon tasavvur muborak etdi. olsun. Tabriklaymiz. Joy olgandan biz yerdan chiqib ketmali. Joylar ham nasib etsin. Tez gullada, tez oylada. Tez gullada dema. Ertang keling. Kelinglar. Gaz plita bilan Nomerlarimizni nelarimizni bilaman ekan bizlar. Xudo xolasa Telegram kanalida Adreslarimiz- admin nomerlarini qoldiramiz va adreslarni ham tashlaymiz. Ofisimizning lokatsiyalari bilan ertang ofisimizga tashrif buyurasizlar. Şu 5 tane teklifing baku. Misal için yazıp ololmayın kanallar var lan beri. Şuların resimlerini taşıysan mı? Telegram. Tashlaymiz. Hozir tashlaymiz. Avaş. Hemmesini Efir taşıyın. tamamlandan hozir Xudo tashlaveramiz. xolasa. Kanalda aktiv bo'linglar, kanala podpiska bosinglar. Joy olaman, uy olaman deb birga danishlaringiz bo'lsa, ular ham shu kanalni yuvaringlar. Bugundan boshlab Asadbek hamma takliflarni berib boradi. Hamdasa keyin yana ham yaxshi takliflar tashlab boriladi kanalga, Telegram kanalga. Chiqib ketmang. Aktiv bo'lib tursa ham Naborot, yana ham odam qo'shilib borilsa, foydali takliflarni tashlab boradi. Bo'ldi, Xudo xolasa. Bugungi efirimiz, bugungi taqdimotimiz manfaatli bo'ldimi, foydali bo'ldimi? Ko'ngillaringiz to'ldimi? Yozib qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringiz bizlar uchun juda ham muhim. Videoni saqlab qo'yamizmi buni? Xudo xolasa. Saqlab qo'yamiz. Guruhlar silkasini tashlaymiz, skajada tufan tashlaymiz YouTube'ga giribmizda. Ana zo'r. Yo'rolmayotgan odamlar Ava, shu endi YouTube'chilarniki potok отдельный bo'ladi-da. YouTube'chilar sizlar uchun YouTube'da qo'yamiz. Bu videoni yaqinlaringizga yuboringlar. Balki ular foydalanib qolishlar. Telegram ham kuzatib turganlar bor. Telegramdan ham efirga yetib turibdi. Telegramdagilar ham salom, hammaga Bizlar salom. qo'llab-quvvatlar hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Shu aytib o'tgan ijtimoiy tarmoqlarimizda podpiska bo'lib, kuzatib boringlar. Har kun Oybek aka xudo xolasa yaxshidan yaxshi takliflarni qo'yib boramiz. Xudo xolasa, albatta. Umid Oybek aka sizlarga rahmat. Avvalo rozi bo'lib chiqqanlaringiz uchun va vaqt ajratganlaringiz uchun. Asadbek sizga ham rahmat. Bizani ko'rib o'tirgan hozir o'rtacha 150-200 odam har minutda bo'ldi, lekin bu minina chiqib girgan emasini minglagan odamlar ko'rdi. Shu ko'rgan odamlarga hammasina rahmat. Niyat etganlar joylariga erishsinlar. Xorazm Elite House'dan takliflarni, yomonlarini, zo'rlarini, foydalilarini kutib qolinglar. Vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Rahmat hammalarga.